Bugun bizada Pro Gaming'dan 180 Hz 27 tali игровой monitorimiz bo'ladi. Hozir buni birgalikda ochib ko'ramiz. Monitorimiz Pro Gaming brendiga tegishli bo'lib, 27 tali va ekran bilan jihozlangan. Ekranimizni orqa tarafiga to'xtaladigan bo'lsak, alohida RGB podsvetkaliga ega, qo'shimcha portlari bitta HDMI port, bitta display port, USB port va alohida naushnik ulash uchun alohida portga ega. Ekranimizning aniqroq xarakteristikasini pauza qilib turib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ham игровой monitorlar kerak bo'lsa, bemalol Avex o'ziga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz mavjud.